Assalomu alaykum. Yashab o'tayotgan har bir kunimiz ertaga tarixga aylanadi. Har bir inson o'z ortidan yaxshi nom, yaxshi iz qoldirishga harakat qiladi. G'alabaga bir qadam ko'rsatuvning bugungi qahramoni ham sport olamida ajoyib tarix yaratishga harakat qilmoqda. Uning har bir qadami g'alabalarga, muvaffaqiyatlarga boy. Ko'rsatuvimiz qahramoni og'ir atletika sport turi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, jahon chempioni Asadbek Narimonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz xiyomimizga. Jonlimisiz? Jalli. O'zim sevib aylanadigan joy Chanqala, tungi Chanqala juda go'zal. Demak, tomoshabinlarimizni ham Xorazmning eng qadimiy va go'zal maskani bo'lmish Ichanqalaga sayrga bugungi qahramonimiz taklif etayaptilar. Sayr davomida albatta qahramonimizning Asadbekning g'alabali yo'llari haqida so'z yuritamiz. Qani, ketdik.